Azizlar, bayram dasturimizda demak baraban aylantirishni boshlaymiz. Birinchi bo'lib Surxondaryodan, Termizdan Sodiqjon Qodirov aylantiradilar. Qani qattim aylantiring. Keling. Eminjon Qosimov, Farg'ona Yozyovon bormi? Qo'llab-quvvatlab turamiz. Bitta imkoniyat, ko'ramiz nima tushadi. Bittada ham 12 tushishi mumkin, hech kim bilmaydi. Bu omad shou. Omad qachon kulib boqadi, hech kim bilmaydi. Kelinglar, qo'llab-quvvatlab turamiz. Bayram dasturimizda bugun mo'jizalar ko'p bo'ladi. Ko'ramiz qaysi yutuq nasib etadi Farg'onadan tashrif buyurgan ishtirokchimizga. Yaxshi 3 qutiga yaqinlashyapti. Balki 3 quti tushar. Natija yomon emas. Elsi va Jeskodan Damas plus maishiy texnika. Qani, Damas plus muzlatgich plus havo sovutgich. Aniq. Zuhraxon keling. Hozircha shu. Agar 12 tushmasa, shu yutuq bilan turasiz, davom ettirasiz. Tushunarli? Va 12 uchun keyin yana bellashuv bo'ladi. Rahmat. Endi baravarni siz aylantirasiz. Aylantiring, qattiq. Ana Qashqadaryodan kelgan mehmonimiz bor. Aylantiring. Keling. Qani Qarshidan kelganlar bormi? Qo'llab-quvvatlab turamiz. Ishtirokchilarimizda bittadan imkoniyat bor. Ko'rsatuvni boshida mana birinchi ishtirokchimizga Damas plus muzlatgich plus havo sovutgich tushdi. Zo'r bayram dasturida zo'r sovg'a. Hozircha bu. Balki 12 tushishi ham mumkin. Ko'ramiz sizga nima tushar ekan birinchi imkoniyatingizga. Demak, Elbek Xolliyev, Qashqadaryo, Qarshi. O'rtoqlar 12 ga yaqinlashyapti. Qarshi chalib turamiz. Nahotki 12! Nahotki voydod! Voy! Yomon o'tib ketdi. Mayli, yomon emas natija. Sizga Jeskodan Damas! Zuhraxon keling. Elbek hozircha Damas. Hozircha shu. Agar okamizning 12 tushmasa, agar 12 tushsa, shu sovg'a bilan qolasiz. Tushunarli? Endi baraban aylantirish uchun sizga navbat. Marhamat. Qani qattiq aylantiring, ko'ringlar. Sodiqjon Qodirov, Surxondaryo, Termiz. Ana, Hojon ham duo qilib qarshi chalyaptilar. Ikkita qo'lni tepaga ko'tarib. Ay nani. Bu qaramas ekan sizni, hamma qaraydi, deb bundoq qaraydi. Nima tushadi? Ha? Yuragim sanchib qoladi. Yuragingiz sanchib qoladi. Unda ko'rmang ham, kuymang ham. Jim turing. Ha, qaramay turing. O'rtoqlar, 12 yaqinlashyapti. Balki bittada tushar 12. Qo'sh. Qani? Yaxshi. Yaqinlashyapti. Nahotki 12 o'rtoqlar. Nahotki. Voy yetmay qoldi. Yomon emas. Damas avtomobili. Zuhraxon keling. Ana Jeskodan Damas. Uchala ishtirokchimizda o'rtoqlar sovg'alar naqd. Ikkita Damas va Damas plus muzlatgich va havo sovutgich. Bu naqd. Ana endi azizlar, yutuqlar aniqlandi. 12 uchun bellashuvni boshlaymiz. 12 yutilmaguncha baraban aylantirishadi va kimga 12 tushsa, masalan bularga tushsa, Damas qoladi, 12 bilan ketadilar. Ishtirokchilarimiz o'sha sovg'a bilan qolishadi. Tushunarlimi? Savollar yo'qmi? Marhamat. Baraban aylantirasiz. Qani bir ko'ringlar-chi, do'dam. Keling. Yozyovon, Farg'ona, Eminjon Qosimov. 12 tushadimi, tushmaydimi ko'ramiz. 12 ga yaqinlashyapti. Qarsanglar. Voydod! Voy, o'tib ketib qoldi, yana o'tib ketdi. Barabandagi yutuqlar o'zgaradi. Demak, sizga hozir Damas plus muzlatgich, havo sovutgich o'sha yutuq tushdi. Qarsanglar. Zuhraxon keling. Yo'lini alishtiramiz, bo'sh yo'lga qo'yamiz.
Kelinglar qo'llab-quvvatlab turamiz o'rtoqlar. Qashqadaryo. Qarshi. Elbek Xoliyev. Hozircha Damas naqd 10x tushmaguncha barabanni aylantirishda davom etamiz. Balki 3 quti tushar. Voy, 3 qutidan ham o'tib ketdi. Demak, yutug'imiz aniq. Jeskodan Damas plus muzlatgich va havo sovutgich. Olqishlaringiz. Yo'lakni bo'shatamiz va barabanni aylantirishda davom etamiz. Har bitta bo'sh yo'lak 10x sari olib boradi. Aylantiring. Keling. Dodam. Surxondaryo. Termiz. Sodiqjon Qodirov. Qani qarindoshlar bormi? Sodiqjonga avtomobil bormi yo'qmi o'zi? Yo'qda. Yo'q, hali hozircha yo'q. Damas bor u mana tayyor. Mana Damas naqd. 10x kerak. 10x kerak? Voy, hammaga kerak 10x. O'rtoqlar yaqinlashyapti. Qani qarsaginglar. Qo'llab-quvvatlab turamiz. Nahotki mana. O'tib ketdi. Sal qattiq aylantirib qo'ydilar. Ana, yomon emas. Zuhraxon keling. Barabanni siz aylantirasiz. To'xtang. Dodam. Barabanni alishtirsinlar Zuhraxon. Qani ketdik. Ha. Qattiqroq aylantiring. Ana. Keling. Farg'onaliklar bormi? Yozyovon. Eminjon Qosimov, Farg'ona Yozyovon duradgor akamiz. Ham duradgor, ham sartarosh. Nechta kasbingiz bor? Undan tashqari yana bormi? Ikkita kasbim bor. Ikkita. Sartaroshlik qaysi payt? Kechqurunmi? Sartaroshlik kechasi. Kechqurun. Duradgorlik hamma esiga tushib qoladi. Ha. Bir sartaroshga kirib chochlarimni qarab qo'y deydi. Yaxshi. Farg'ona 10x yaqinlashyapti. Qarsinglar! Nahotki mana! Voydod! Voy. Farg'onaga boraman deb o'ylovdim. Qotib qoldim, o'tib ketdi. Elsidan Damas, Zuhraxon, sal qattiq aylantirib qo'ying, dodam. Davom etamiz o'rtoqlar. Ana. Qashqadaryodan tashrif buyurgan ishtirokchimiz Elbek Xoliyev. Mana yaqinlashyapti. Ko'ramiz. 10x tushadimi? Nahotki 10x! O'rtoqlar, mana 10x! Mana! Voy! Ko'rdinglarmi? Onaginam. Pakket o'tib ketdi-ya. Bittaga o'tib ketdi-ya. Omadni qarang, omadni. Voy, yomon bo'ldi. Hozir bundan ham yomon bo'ladi o'rtoqlar, ko'rasizlar aytaman. Zuhraxon keling. O'rtoqlar, barabanda o'zgarish bo'ladi. Azizlar, diqqatimizni barabanga qaratamiz. Barabanda o'zgarish. 10x yutish uchun imkoniyat 3 ta bo'ldi. Qaysi bo'sh yo'liga tushsa ham 10x beramiz. Tushunarli? Aylantirsinlar. Surxondaryoga boraymi? Boras. 10x boraymi? Onaxonni duolarini olaymi? Baraka toping. Nimada boring? 10x o'zim haydab boray-a? Haydab boring-da. Voy. Necha kilometr? 700 bor. Barchani nigohi barabanda 10x tushadimi, tushmaydimi deb hamma charchab ketdi. Oho, 3 qutidan ham o'tib ketdi. Mayli, yomon emas natija. Jeskodan Damas. Zuhraxon. Qarang. Siz taklif qilamiz. Endi bu baraban, omad shu barabani. Hech kim bilmaydi, kimga nima tushadi. Farg'onada tashrif buyurgan akamiz Eminjon Qosimov. O'rtoqlar, bugun ularning tug'ilgan kunlari ekan. Ko'ramiz, balki 10x tushar. Hech kim bilmaydi. Tug'ilgan kuningizga zo'r sovg'a bo'lardi-da. Nechta farzandlar? 4 ta farzandim bor. O'g'il, qiz. 3 ta qiz, bitta o'g'il. To'ylar qildingizmi? Endi xudo xohlasa. Yaxshi to'ylar qiling. Yaqinlashyapti, qaranglar. Yaqinlashdi. Nahotki voydod! O'rtoqlar. Voy. 10x.
Onyx. Onyx! Onyx! Boş yo'lga tushdi! Shoh mardon soylari, shoh mardon soylari, solanib oqadi ya, solanib oqadi. Kokinlari qaryona tovlanib oqadi ya, tovlanib oqadi. Ey kokinlari qaryona tovlanib oqadi ya, tovlanib oqadi. Soy bo'yida nozanin sochini taraydi ya, sochini taraydi. Sochini tarab har yona uni shuq-shuq qaraydi ya, shuq-shuq qaraydi. Qarseli bo'lsin. Azizlar, va nihoyat Onyx avtomobili g'olib aniqlandi. Olqishlaringiz tabriklaymiz. Sahnaga Zuhraxon taklif qilamiz. Zuhraxon keling. 3-yo'lga tushdi, 3-bo'sh yo'lga tushdi. Men yana o'tib ketib qoldim, siqilib qarasam, bo'sh yo'lda turibdi-da. Ana omad, ana Onyx g'olibi. Qarsigilar. Haliga yutug'lar bor-ku. Ular qoladi. Tushundingizmi? Damas plus mashina, ularni ham berdimi, xo'p? Bo'ldi. Onyx bilan ketasiz, bo'ldi. Allohga bersin. Bo'ldi, shu yerda turib turing. Sizlar kelinglar yonimga. Bitta qarsak chalib qo'yinglar. Bularga ham mana yomon emas natija. Ishtirokchilarimizga ham Damas avtomobillari muborak bo'lsin. Zuhraxon sovg'alarni topshiramiz, keling. Xo'p, avtomobil kalitlarini e'lon qilamiz. Ha. 1750-avtomobil Qashqadaryo Qarshi. Muborak bo'lsin. 1751-avtomobil Surxondaryo Termiz. Zuhraxon sovg'alarni topshiring. LCdan, Jeskodan sovg'alar, jiyanlarga, nabiralarga. Salom, tabriklaringiz bormi? Niyatlar bormi? Marhamat, gapiring. Men tanigan hamma tanishlarga omad tilayman. Hojivon ishiga ham omad. Hammaga shunday omad yor bo'lsin. Mustaqillik mahallasiga salom. O, bayram muborak bo'lsin. Bayram muborak Sovg'alar muborak bo'lsin. Yutuqlar muborak bo'lsin. Hammaga shunday yutuqlar nasib qilsin. Yana kutamiz. Sog' bo'linglar. Rahmat. Olqishlaringiz azizlar. Zuhraxon, kuzatib qo'yamiz ishtirokchilarimizni. Yaxshi yetib olinglar, sog' bo'linglar. Qani, kelingchi. Sizda ish bor. Bo'ldi. 1752-avtomobil Farg'ona Yozyovon. Muborak bo'lsin. Va LCdan, Jeskodan sovg'alar. Rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat. Gapiradigan gaplar bormi? Bor, gapiring. Bu o'yin haqiqat ekan. O'sha telefonim chiqqandan beri shu telefon bo'lyapti, tingan yo'q. Shu hamma telefon qilganlar duo qilishdi. Mana shu hammasi shu duolar natijasi. Hammaga salom. Endi nom-nom aytgani eslarida qolmagan. Hamma telefon qilganlar, hamma Mirishkor ahliga, Cho'liston bo'tqachi, Qizdaskar, hammalariga alangali salom yo'llayman. Hammalaringga rahmat, salomat bo'linglar. Xo'p, azizlar. Ko'rsatuv davom etadi. Onyx avtomobil g'olibiga mas'uliyatli vazifa yuklatilgan. Keling, hozir random dasturini ishga tushiramiz va 20 nafar yurtdoshimizga bayram dasturimizda velosiped ulashamiz. Tayyormisiz? Tayyorman. Marhamat, bosing. Ana, rahmat. Diqqatimizni monitorga qaratamiz mana. Ketma-ket mana shu abonentlar, mana shu raqam egalariga velosipedlar muborak bo'lsin. Bu qo'shimcha rag'batlantirish, qo'shimcha sovg'alar bayram dasturimizda yurtdoshlarimizga. Chin dildan tabriklaymiz 20 nafar mana vatandoshimiz. 20 yurtdoshimizni xursand qildik. Keling. Bugun mana qarang. Omad Show teleo'yinini 7 yillik bayrami. Uni ustiga yangi yil bayrami, qo'shaloq bayrami, uni ustiga siz tug'ilgan kuningiz. Rahmat. Shukrona kuningiz. Rahmat. Uni ustiga yaqinda chaqaloqli bo'libsizlar. Rahmat, rahmat. 4-chisimi? Ha, 4-qizalog'im. Qizaloq. Qizalog'im Qari. Iforaxon. Kim ismlari? Ismi Iforaxon. 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 Mana shularni nima deydi? Izli qutli qadamlari bilan Rahmat. 12lar yo'q joyda. Xudoga shukr. Mani kutasizmi? Boringmi? Kutaman. Faqat bitta narsa. Farg'ona, Yozyovon. Ko'pchilik bo'lib turinglar. 8 kishi 10 kishiga bormayman. Butun mahalla, butun qishloq, butun Omad Show muxlislari hamma kelsin. Hammani taklif qilamiz. Avtomobil topshirish uchun o'zim Farg'onaga boraman. Sog' bo'ling. Meni kuting va men boraman.
kutaman. sog' bo'ling. Xo'p, rahmat. Xo'p. Qarsakiylar.